Turkiyada ishlamoqchiman. Ish bormi? Oilam bilan bormoqchiman degan savollarni har kuni olaman. Keling, bitta qilib shu videoda javob beraman. Men oilam bilan Turkiyada yashayman, lekin qanday qilib kelib qoldim? Turkiyaga ilmiy salohiyatimni oshirish maqsadida doktoranturaga grant yutib olib, oilam bilan keldim. Diqqat qiling, ish bilan kelmadim. Grant bilan kelganimiz bois o'zimga va oilamga hujjat tayyorlash qiyin bo'lmadi. Keyin erim 3 ta tilda bemalol gaplashganlari uchun o'z sohalari bilan yaxshi ishga joylashdilar. Lekin bu darrov bo'lmadi. 2 yil azob ko'rdik. Hayotimiz yaxshi deb ko'rsatdik, lekin ichimiz qon yig'lardi. Turkiyada aksariyat ish bilan kelganlar ham xuddi shunaqa. Ularning yaxshi pul topganlariga qaramay, o'zlaridan o'tganini o'zlari va Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Turkiyada ish bor, ammo bu oson emas. Eng muhimi, hujjatsiz va noto'g'ri yo'l bilan kelmang. Birovga ishonib ish bor, joy bor degan gaplarga uchib, keyin deport bo'lib ketayotganlar juda ko'p. Bunaqa deport bo'layotganlar uchun davlat ham hujjat berishni ham juda qiyin qilib qo'ydi. Agar yo'q, baribir Turkiyaga boraman desangiz, sizga maslahatim, ish ruxsatnomasini oling. Ish joyi va yashash joyini hujjatlashtiring, yaxshilab tekshiring va faqat ishonchli manbaga suyaning. Agar yuqoridagilarni bajarmasdan Turkiyaga borib olay bir gap bo'lar desangiz, unutmang, sizga o'xshab kelib ko'chada qolayotganlarning soni mingta. Xulosa o'zingizdan. Görüşürüz.